Chinor yo'l patrul xizmati maskanida shubhali harakat qilgan haydovchi to'xtatildi. Xizmat kinologining professional harakatlari va xizmat itining yuqori sezgirligi natijasida avtomobilda yashirib qo'yilgan taqiqlangan modda fosh etildi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida Ohangaron tumani ichki ishlar organlari xodimlariga kelib tushgan xabar asosida tezkor tadbir rejasi puxta tuziladi va amalga oshirilgan. Bu sayt qo'yilgan. Hozir bekorga men Toshkent viloyatining bolasiman. Hozir bekorga apparatga akurat texnik. O'zlaring bo'lmasin, bekorga zam bilan kelgan. Mana qarasizlar-ki, apparatga olib kiradigan boshqa narsalarga mashina hech narsa yo'q. Bemalol tegishib, mashinadan turib sanoq peshanasi bu. Yana chiqib qaytib joyiga. Oling aka. Mana qayerlar, xolislar, qaranglar. Kelingizlar. Ko'ryapsiz mana. Mana qora salafanda o'ralgan mana. Avtomashinaning poliga ostida qora polietilen paketga o'ralgan o'tkir hidli giyohvand moddasiga o'xshash modda borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Hamda ekspertizaning tegishli xulosasiga ko'ra ushbu modda gashish giyohvand moddasi ekanligi tasdiqlandi. Holat yuzasidan Ohangaron tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda Jinoyat protsessual kodeksining 224-moddasi tartibida gumonlanuvchi ushlanib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.